Baqara surasi Madinada nozil bo'lgan 286 oyatdan iborat. Baqara so'zi sigir ma'nosini anglatadi. Sura-i karimada Alloh taolo Bani Isroilga sigir so'yishga farmon bergani haqidagi qissa ham o'rin olgan bo'lib, nom shundan olingandir. Bu sura payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Makka-i Mukarramadan Madina-i Munavvaraga hijrat qilganlardan keyin tushgan birinchi suradir. Albatta boshqa suralar kabi bu sura ham birdaniga, ya'ni oyatlari ketma-ket tushmagan, balki turli holatlarda, turli vaqtlarda nozil bo'lgan. Orada boshqa suralarning ham oyatlari tushib turgan. Qachon biror oyat yoki bir necha oyat nozil bo'lsa, payg'ambar alayhissalomning o'zlari o'sha tushgan oyatlarning o'rni qaysi sura